Assalomu alaykum. Biz hozir mana yem do'kondamiz. Yem sotiladi, tayyorlanadi, keyin sotiladi. Shunaqa do'kondamiz. Xo'p, bu yem mishalka birinchisi. Buni tayyorlab berganmiz. Bu ishni bajaryapti. Endi hozir mana ikkinchisini olib kelganmiz. Ikkinchisi ham yangi ishni boshladi mana. İçinde yemler tayyorlanyapti. Necha kilo bor hozir mana shu yerda? Bitta 200 kilo, 160, 40. 400 kilo bor. 400 kilo bor. Mana shu hozir 400 kilo. 400 kilo yem tayyorlanyapti. Buning ichida un bor, guruch to'ni bor, yana kepak bor, ha? Buni tayyorlab, bunda qopga qoplanib sotiladigan yem do'kon. Boshqa yemlar ham sotiladigan do'kon. Shu hisobda hozir 400 kilo yemni bu 2 minutda. Bunisi 400 kilo yemni 3 minutda aralashtirib tayyor holatga olib beryapti. Buning sababi bu ozgina sekinroq aylanadi. Buni aylanishi ozgina tezroq. Shuni hisobiga ish tez bo'ladi. Xo'p, kimga shunaqa mishalka, yem mishalka, shunga o'xshash xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.